Tushda o'g'irlikni ko'rishning ta'birlari. Agar siz tushingizda o'g'irlik bo'layotganini ko'rgan bo'lsangiz, bu odatda ishonch, qo'rquv yoki yo'qotish hissi bilan bog'liq bo'ladi. Agar sizdan nimadir o'g'irlansa, bu hayotingizda muhim narsani yo'qotishdan qo'rqayotganingizni bildiradi. Bu pul, munosabat yoki imkoniyat bo'lishi mumkin. Agar o'zingiz o'g'irlayotgan bo'lsangiz, bu ichki norozilik va nimagadir yetisha olmayotganingizni bildiradi. Balki siz hayotda nimanidir juda xohlaysiz. Agar o'g'rini ko'rsangiz, bu atrofingizda ishonchsiz odamlar borligidan ogohlantirishi mumkin. Agar o'g'irliksiz ham shunchaki shubha bo'lsa, bu sizning ichki xavotiringiz va ishonchsizlik hissidan dalolat beradi. Xulosa qilib aytganda, bu tush ko'proq ishonch, qo'rquv va yo'qotish bilan bog'liq ichki holatingizni aks ettiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.